Bugun sizlarga burun to'sig'i qiyshayishining asosiy sabablarini sanab o'tmoqchimiz. Demak, burun to'sig'ining qiyshiqligi, burun o'rtasidagi devor, septumning qiyshayishining bir nechta sabablari bor. Ular tug'ma bo'lishi mumkin, ya'ni homiladorlik davrida uning kechishi, qaysidir muammolari bilan bog'liq tug'ilishdagi muammolar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi eng ko'p uchraydigan sabab bu jarohatlar. Ya'ni travmalar. Uchinchisi esa fiziologik sabablar. Bu hayot mobaynida noto'g'ri xatti-harakatlar, tana qomatni to'g'ri ushlamaslik, hatto yosh bolalar darsda qiyshayib yoki ryukzak ko'tarib yurishi ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir turi patologik holatlarda burundagi surunkali, polip, shamollashlar, turli shamollashlar, o'sma kasalliklari tufayli ham burun to'sig'i qiyshayishi mumkin. Ushbu barcha shunday muammolarning sababi birgina septoplastika operatsiyasini amalga oshirishdir. Bu operatsiya bizning klinikamizda bepul amalga oshiriladi.